hozir mana bu akalar kislota bilan yuvib chiqyapti-da mana bu yerda. И даже respirator bermagan bularga. Prikaz bergan odam respirator bermagan. Bu nafas olmaydi ko'chada, biz ham ichkariga kirib olganmiz. Bu aka hatto bu futbolkani o'rab olibdi. Qolganlarda o'sha ham yo'q. Охрана trudовой kodeks degan narsalar kirib ketgan kiradigan joyiga bizada. Bitta primer. Burun achishib ketganda ichkariga kirib ketdik. Mana bu o'tirdik o'zi. Odamlar ham nafas ola olmayapti. Endi mana bu ahvolni qaranglar. Respirator yo'q. Burun kuyapti hammasida. 100%. Kim buyruq bergan bunaqa bilmadim-ku. Men serniy kislota zavodida ishlagan odam sifatida aytayman, to что без respirator bu nima deydi? Do'zax bilan bir xil narsa. O'nazirimiz. Axlat. Жалко akalarni жалко. Ana bochkalarda kislota. Kislota, блин, burun ochib ketdi.